Minivan so'ragan do'stlarimizga yana bitta minivanlarimiz keldi. BYD Sia'dan ikkinchi pozitsiyasi почти fuliga yaqin. Narxi shkalad вообще videoni oxirigacha ko'ring, narxini aytib o'taman. Mashinamiz MPV, ya'ni qisqachasiga minivan. Bu biznes klassdagi mashina, gibrid, ya'ni yarim tokda, yarim benzinda ishlaydi, как DMI. 1200-1300 kilometr общий xotda yuradi. Tokda 180 lar yurib beradi. Mashinamizning ichki saloni shokolad bilan karamelni rangiga to'g'ri keladi. Unaqa mix qilingan. Mashinani bu yoqdan konsollarni boshqarsa bo'ladi. Isitsa, abagreblari, obduvlari bor, massajlarigacha bor. Mana bu yoqdan o'rnini boshqarasiz, orqa oldin qilib. Mana bu yoqda barlari bor. Bundan full pozitsiyasida monitori bo'ladi. Farqi bor yo'g'i monitorda. Siz hozir 2-3 ming dollar qo'shib yoki 1000 dollargacha bo'lgan yaxshi monitorni qo'ydirsangiz bo'ladi. Mashinani oldingi narxi 54 ming, 55 ming edi. Hozirda bu mashinamiz bor yo'g'i 2,5 ming kilometr yurgan, narxi 48 ming dollar. Bozorda menimcha hech qayerda yo'q bunaqa narxda. Kelasizlar, avtosalonimizga xarid qilasizlar bu mashinani.